Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Arab tili shaydolari. Ismim Hamidulloh Najmuddinov. 7 yildan buyon arab tili fonetikasi va grammatikasidan dars berib kelaman. Bugun sizlar bilan o'rganadigan mavzuyimiz juda ham qiziqarli va ayni damda foydali bo'lgan mavzulardan biri ta marbuta harf haqida bo'ladi. Bu mavzuni biz o'zimizcha tanlab olmaganmiz. Sizlar har doim izohlarda yozib qoldirasiz, so'raysiz, biz uni har doim o'qib boramiz. Siz so'ragan mavzulardan eng dolzarblarini YouTube kanalimizga darslik sifatida joylaymiz. Bu mavzu aslida juda ham dolzarb mavzulardan biri, lekin biz buni izohlar qismidan tanlab olganmiz. Ya'ni siz bundan oldingi YouTube'dagi videolarimizni ostiga izohlarda har xil mavzularni so'rab yozgansiz va biz ulardan eng ko'p like yig'ganini demak sizlar uchun darslik sifatida taqdim qilyapmiz. Agar siz ushbu videoni oxirigacha ko'rmaydigan bo'lsangiz, ta marbuta nima ekanligi, uni aynan marbuta deb nima uchun nomlanganligi, uni grammatik vazifasi qanaqaligi, talaffuzi o'zgarishi, o'zgarganda qay holatda bo'lishi kabi muhim ma'lumotlardan quruq qolasiz. Shuning uchun ham oxirigacha videoni tomosha qiladigan bo'lsangiz, albatta manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Demak boshladik. Ta marbutani ko'rinishini bilasizlar. Mana shu ko'rinishga ega bo'lgan harf. O'ylashimcha hammangiz bu harfni ko'rgansizlar. Lekin ushbu harfni vazifasini to'liq anglab yetmagan bo'lishingiz mumkin. Bilasizlar, arab tilida t tovushini ifodalovchi harf bor. Ya'ni oddiy ta harfi. So'z boshidagi ko'rinishi, so'z o'rtasida va so'z oxiridagi ko'rinishi, shuningdek alohida ko'rinishlarga ega bo'lgan biz bilgan oddiy t tovushini anglatuvchi harfimiz mavjud. Misol uchun, tamar so'zida t harfi so'zni boshidagi holatda keldi. Kataba so'zida esa so'zni o'rtasidagi holatida. Bintun so'zda esa so'zni oxirida kelish holati. Demak, bir nechta ko'rinishga ega bo'lgan ta harfi mavjud. Buni arablar ta maftuha deyshadi. Ta maftuha. Ma'nosi ochiq ta harfi. Ya'ni alohida ko'rinishga e'tibor qiladigan bo'lsak, ikki cheti bir-biriga ulanmagan. Tepasi ochiq holatda. Shuning uchun ham buni ta maftuha, ya'ni ochiq ta harfi deyshadi. Biz o'rgangan mana shu ta harfidan boshqa arab alifbosiga kiritilmagan ta marbuta harfi ham mavjud. Ta marbuta. Marbuta so'zi bog'langan degan ma'noni anglatadi. Menimcha sal bo'lsa ham tushundingiz. Bog'lanish bu ta harfining ko'rinishiga oid. Ya'ni ta harfining ikki cheti bir-biriga bog'langanida marbuta harfining ko'rinishi hosil bo'ladi. Ya'ni bog'langan ta harfi, ta marbuta. Har ikkisi ham, ya'ni ta maftuha ham, ta marbuta ham bir xil t tovushini anglatadi. Ikkalasi ham ayni bir xil t harfi hisoblanadi. Endi savol berishingiz mumkin. Agar har ikkisi ham t tovushini ifodalasa, nima uchun oddiy ta harfini o'tganimizda ta marbutani ham qo'shib 5 xil ko'rinishga ega bo'lgan harf deb o'tilmagan degan haqli savol tug'iladi. Bu juda ham o'rinli savol. Ta marbutani ta maftuhadan 3 ta eng asosiy farqi bor. Birinchisi, ta marbuta har doim so'zni eng oxirgi harfi o'rnida keladi. Ya'ni doimo so'zi oxiriga qo'shiladi. Hech qachon so'zni boshida, o'rtasida kelmaydi. Har doim so'zni oxirida keladi va faqatgina ikki xil ko'rinishi bor. Ushbu ko'rinishi va mana bu ko'rinishi. Birinchisi tushunarli, ikkinchisi esa o'zidan oldingi harfga bog'lanib yozilgandagi holat. Lekin har ikkisi ham har doim so'zni oxirida keladi. Biz bilgan oddiy ta esa boya aytib o'tganimizdek, so'zni har qaysi qismida kelaveradi. Ikkinchisi esa bu juda ham qiziq, men o'zimga ham yoqadigan farq. Bu grammatik farq hisoblanadi. Ya'ni ta marbuta har doim rus tilida aytadigan bo'lsak, jenskiy rodda ishlatiladi. Ya'ni ta marbuta qo'shilgan so'zlar har doim ayol jinsiga dalolat qiluvchi so'zlar hisoblanadi. Misol uchun sayyaratun. Sayyaratun. Ma'nosi mashina, lekin uni o'sha rod deymiz-ku, shu narsa jenskiy rodda bo'ladi. Ya'ni ayol jinsiga dalolat qiladi. Yoki azizatun ismi bor. Aziza degan ism ya'ni. Bu ham bilamiz, demak qiz bolalarga qo'yiladigan ism. Va siz istalgan joyda ta marbutani ko'radigan bo'lsangiz, ana shu ta marbuta qatnashgan so'z jenskiy roddagi so'z hisoblanadi. Va unga nisbatan ishlatiladigan fe'l bo'lsin, sifatlar bo'lsin, ular ham demak rodga o'zgaradi. Misol uchun rus tilida a yoki aya bilan tugagan so'zlar bilasizlar, jenskiy rodda bo'ladi. Misol kniga, mashina va bularga nisbatan qo'llaniladigan so'zlar ham jenskiy rodda bo'lishi kerak. Krasivaya masalan, mashina. Xuddi shuni ayni o'zi arab tilida ham. Demak, ta marbuta bilan tugagan so'z bu jenskiy roddagi so'z hisoblanadi. Masalan, sayyaratun jamilatun. Chiroyli mashina. Bundan tashqari mudarrisun
degani bu o'qituvchi degani. Mudarrisatun o'qituvchi ayol degani. Ustazun ustoz, ustazatun ustoza deymiz o'zbek tilida ham bu qisma demak aralashib ketib qolgan bo'ladi. Muallimun o'qituvchi bu ham. Muallimatun o'qituvchi ayol. Polibun talaba o'g'il bola. Polibatun talaba qiz bola. Mana shu farqini tushunib oldinglar. Endi uchinchisiga yetib keldik. Bu uchinchisi eng asosiysi hisoblanadi. Nimaga? Sababi bu talaffuz o'zgarishiga bog'liq. Yuqorida aytib o'tgan ikkita qismimiz sizga shunchaki ma'lumot sifatida kerak bo'ladigan bo'lsa, bu uchinchi qism aynan talaffuzga bog'liq bo'lganligi uchun bilmasangiz bo'lmaydi. Bilishingiz shart. Demak, ta marbuta so'zni oxirida kelishini tushunib oldik. Endi siz bir jumlani o'qiyapsiz va o'sha jumlaning eng oxirgi harfi ta marbuta bilan tugagan bo'lsa, siz uni shunchaki t deb talaffuz qila olmaysiz. Uni sukunli ha ga o'zgartirib talaffuz qilishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun Fatima keldi degan jumlani oladigan bo'lsak, siz aytasizki Ja'at Fatimah deysiz. Ja'at Fatimatu deya olmaysiz. Nimaga? Chunki jumla tugallandi. Tugallanganda eng oxiridagi ta marbuta hozirgina aytgan qoidamizga ko'ra sukunli ha ga o'zgarishi shart. Ja'at Fatimah. Ja'at Fatimah. Lekin Fatima so'zi jumlaning oxirida emas, o'rtasida keladigan bo'lsa-chi. Misol uchun Zaydning qizi Fatima keldi demoqchi bo'lsak, Ja'at Fatimatu bintu Zayd bo'ladi. Ja'at Fatimatu bintu Zayd. Ana o'rtada kelganligi uchun Fatimatu t to'shni anglatdi. Lekin gapning oxirida qanaqa holatda bo'ldi? Ja'at Fatima bo'lib sukunli ha ga o'zgarib qoldi. Aynan qaysi ha ko'rinishidan buni bilib olishimiz mumkin. Halqum tubidan chiqadigan ha harfi. Ta marbutani ko'rinishiga e'tibor qiladigan bo'lsak, tepadagi ikkita tochkasini olib tashlaydigan bo'lsak, aynan halqum tubidan chiqadigan ha harfi hosil bo'lib qoladi. Ana shundan yaxshilab ajratib olsanglar bo'ladi. Demak, ta marbuta odatda t tovushini ifodalaydi, qachonki gapning o'rtasida kelsa. Lekin gapning eng oxirida keladigan bo'lsa, sukunli ha ga o'zgaradi. Kabiratun so'zi agar jumlaning oxirida kelsa, kabiroh bo'ladi. Mana shu tushunib oldinglar. Demak, bitta qaytarib olamiz. Birinchi farqi ta marbuta har doim so'zning oxirida keladi. Ikkinchi farqi ta marbuta jenskiy roddagi so'zlarda keladi. Uchinchi farqi esa gapning oxirida ta marbuta sukunli ha harfi kabi o'qiladi. Yozuvda ta turaveradi, lekin talaffuzda ha kabi o'qiladi. Demak, mavzuni yaxshilab tushunib oldinglar degan umiddaman. To'g'ri, bittada balkim tushunmasligingiz mumkin. Shuning uchun videoni qayta-qayta ko'rishingizni tavsiya etgan bo'lardim. Agar shunda ham qaysidir joylarda tushunmagan holatingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Men shaxsan o'zim ham video ostidagi izohlarni juda ham ko'p o'qiyman va ulardan eng muhimlariga Instagram sahifamizda ham javob berishimiz mumkin. Yoki keyingi videolarda aynan o'sha haqida qisman to'xtalib ketishimiz mumkin. Qiziqarli ma'lumot. Bilasizlar, arab tilidan o'zbek tiliga juda ham ko'p so'zlar kirib kelgan, jumladan ismlar ham kirib kelgan. Hozirgi kunda ayol qizlarimizga qo'yiladigan ismlar bor. O'sha ismlarni oxiri agar o'zbekcha a harf bilan tugagan bo'lsa, bu ism katta ehtimol bilan arab tilidan o'zbek tiliga kirib kelgan ism bo'ladi. Masalan, Jamila ismi. Bu aslida Jamila tun degan so'zdan olingan. Boya aytib o'tganimizdek, gapning oxirida ta marbuta sukunli ha ga aylanardi, ya'ni Jamila. Bu o'zbek tiliga kirib kelganda o'sha h harfi ham tushib qolib, a ni o'zi qolgan. Jamila, Farida masalan, Aziza, Habiba. Shunga o'xshagan ismlar, ya'ni oxirida a bilan tugagan so'zlar, ismlar asli arab tiliga kirib kelgan bo'ladi. Buni yana ham farqlab olish uchun o'sha a ni olib tashlaganingizda o'g'il bolaning ismi paydo bo'lib qoladigan bo'lsa, demak u aniq arab tilidan kirib kelgan so'z hisoblanadi. Bugungi darsimiz mana shundan iborat edi. Agar darsimiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Biz bundan faqatgina xursand bo'lamiz va keyingi darslarimiz aynan qaysi mavzuda bo'lishini izohlarda yozib qoldiring. Sizlarga eng manfaatli bo'ladigan darslarni YouTube kanalimizda joylaymiz. Qisqaroq bo'lgan ma'lumotlarni esa Instagram sahifamizdan ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Salomat bo'linglar.